Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bu darvozamiz pechatlisli darvozamiz, high-tech uslubda bo'lgan. Yangi hozirgi zamonaviy darvozalardan biri. Yaltiroqlari ham yopishtirilgan. Bu darvozamizda materiallari, profillari 6 ga 4 lik 1,5 stenka profildan bo'lgan. Qirg'og'idagi korobkalari 8 ga 6 1,7 stenka profildan bo'lgan. Listlari 1,3 lik bo'lgan. Ularni mana shunday mana yoniga 40 cm dan qanot chiqarib yasab berdik. 10 cm ichkariga kirishliklari. Taglariga shivillar qo'yib berdik, 8 lik shivillar. Baquvvatidan qilib. Kimga mana shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Darvozani orqalari bilan tanishtirib o'taman. Zubr zamok. Darvozalar orqasi tekis bo'lgan. Egasini xohishiga binoan mana shunday ko'chat qo'yib berdik, kechqurunga o'tkazib qo'yilgan.